Menga bitta bola tug'ib bersangiz, 10 ming dollar beraman. Aytmadingmi? Yo'q. Gapira olmayman, g'alati bo'lib ketaman. Dattamsan. Borib shartta gapir. Sevaman de, uylanmoqchiligingni ayt. Ana boyvachondek bor. O'sha ham bora olmadi. Men qanaqa qilib gapiraman? Shu desa nima qilaman? Avval sen borib gapirib ko'r. Turuvingdan qara. Chiq ketyapti, bor. Tur ketyapti. Nima deyman? Lattamisan, chaynalmaga bor turuvingdan. Madina. Eshitaman. Paltoyingiz yarashibdi. Nima oldin kiyimlarim yarashmasmidi? Ha, Majnun, nima bo'ldi? Paltoy yarashganda rostdan ham. Yashaydigan domini bilasanmi? Yo'q. Bu menimcha Barno bilan birga turadi. Zo'rg'a keldi, yur. Ey, qanaqa g'oya? Tezroq bo'l, nega turibsan? Bo'l tez. Kurtkam. Allo, Barno. O, anisi qancha? Kechga bir olasan. Aka bitta zo'r gulingizdan bering. Seni aka qanaqa gullar? Ash sariq bilan oq aralashgan bor-ku, o'shandan bering. Birgamisizmi? Ha, birgamiz. Qizlarga nima yoqadi? Gullar, romantika. O'zing bilasan-ku. Boshqacha izhor qilmoqchi edim-da. Bo'pti, olaveraylik. Zo'r narsa keldi. Qalay bo'ladi? Olib borib beramanmi? Yo'q, uyiga jo'natamiz. Darsdan kelishiga uyda bo'ladi. Ha, bo'pti, unda mana uni mana shu qo'yamiz. Eski odamlarga o'xshaysan-a? Qani nima yozing o'qiychi? Qo'y, o'zi o'qisin. Rahmat aka. Qanaqa zamonga kelib qoldik-a? Yana pedofillarmi? Yo'q. Qizlar Telegram kanal ochib, sovg'a qilingan gullarni auksion qilib sotyapti ekan. Yo'q-a? Mana ko'rgin. Ye. Biz Madinaga sovg'a qilgan gulmi qara? Unaqa emas u. Mana yaxshilab qaragin o'sha. Jennerson bu kitobxon qizing shuning uchun hech kimga etagini ushatmas ekanda. Sanga o'xshaganlarning hissiyotini pullab berar ekan bu megajan. Erta yo'limdan chiqsin. Qo'y. O'zim boplayman uni. Mana turishini qaragin, 2 barobar arzon qilib qo'ygan. Madina. Sizga bitta taklifim bor. Xatingizni o'qib chiqdim. Lekin men uydagilarim kimga bersa, o'shanga tegaman. Nechinchisi bu? Tushunmadim. Yana nechta